Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan real vaqt tizimlarida testlash va verifikatsiya usullari haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Xo'p, bunda zamonaviy texnologik va ishonchli tizimlar uchun zaruriy yo'nalishlar haqida ham sizlar bilan to'xtalib o'tar ekanmiz. Xo'p, real vaqt tizimlari asoslari o'zi nima degani? Real vaqt tizimlari zamonaviy texnologiyalarning asosini tashkil etadi. Biz mana shu mavzumizda real vaqt tizimlarining asosiy tushunchalari, xususiyatlari, ularning hayotimizdagi rolini o'rganib, ko'rib chiqar ekanmiz. Real vaqt tizimi nima? Real vaqt tizimi bu vazifalarni aniq va belgilangan vaqt ichida bajaradigan maxsus operatsion tizimlar hisoblanar ekan. Ularning asosiy xususiyatlari natijaning to'g'riligini nafaqat mantiqiy jihatdan, balki vaqt jihatdan ham kafolatlashtiradi. Hayotiy ahamiyati sifatida qaraydigan bo'lsak, bu tizimlar bizning xavfsizligimizni va qulay hayotimizni ta'minlaydi. Ular millisekundlar ichida qaror qabul qiladi va amallarni bajarishga qaratilgan bo'lar ekan. Bularga misol qilib, masalan, avtomobil ABS tizimi, tormozlashni boshqarish tizimi, tibbiy monitoring, bemor holatini kuzatish hamda sanoat robotlari ishlab chiqarish jarayonlarini ham ko'rishimiz mumkin ekan. Masalan, avtomobil ABS tizimini bundan oldingi darslarimizda ko'rib chiqdik. Bunga qo'shimcha ravishda avtomobilning masalan yoqilg'i qolmaganligini ko'rsatib turadigan mashinalarimiz tablosida datchiklari bor. Mana shu datchiklar ham real vaqt rejimida ishlaydi. Sababi, agar avtomobilda moyning foizi kamayib ketadigan bo'lsa, bizga ogohlantirish beradi. Ya'ni moyning qolmadi yoki bo'lmasa suvning gradusi ko'tarilib ketadigan bo'lsa, bizga real vaqt rejimida buni ham ko'rsatib beradi. Tibbiy monitoring tizimlarida bemor holatini kuzatishda yurak urishini sonini sanashi, masalan, yana nimalar deyish mumkin? Biz mana tibbiyot sohasidan yaqin bo'lmaganimiz uchun uncha ko'proq qanaqa tizimlar, masalan, insonni real vaqt rejimida nimalarni ko'rsatib berishligi bularga bilmaymiz. Masalan, qon bosimi ko'rsatib turishi mumkin. Qon yana nimadirlarni ko'rsatib berish mumkin. Sanoat robotlarida bo'lsa, robotlar real vaqt rejimida o'sha o'rganayotgan obyektni qaysi darajada ketayotganligini kuzatib borib, hamda ishini o'sha vaqtda o'zi davom ettirib ketishini misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu ertoslarning asosiy xususiyatlari nimada? Asosiy xususiyatlari vazifalarni rejalashtirish, resurslarni boshqarish, qurilmalar va drayverlarni boshqarishlarni misol keltirishimiz mumkin ekan. Vazifalarni rejalashtirishlar o'zi nima degani? Ustuvorlik asosida vazifalarni taqsimlash va kechikmaslik kafolatlari har bir vazifa o'z vaqtida bajarilishini ta'minlaydi. Xotira, protsessor va boshqa resurslarni samarali taqsimlash, nizomlarni oldini olish mexanizmlari orqali barqarorlikni ta'minlab berar ekan. Bular avtomatlashtirilgan haydovchilar orqali tez va samarali apparatga kirish imkoniyatlari, minimal kechikish bilan ma'lumotlar almashinuvlarini mana shu ertoslarning asosiy xususiyatlariga misol bo'lar ekan. Ertos tuzilishi va komponentlari, apparat qatlami, protsessor va fizik qurilmalar, yadro kernel, vazifalar va resurslarni boshqarish qatlam, drayverlar, qurilmalar bilan interfeyslarni boshqarishi, ilova qatlam foydalanuvchi dasturlarni keltirishimiz mumkin. Real vaqt tizimlarining hayot sikli nimadan iborat? Loyihalash, dasturlash, testlash hamda joriy etish. Bular hammasi birin-ketirlikda amalga oshiradi. Birinchi navbatda shu dasturiy ta'minot loyihalash qismida talablarni aniqlash va arxitekturani rejalashtirish. Bu mana shu loyihalash bosqichiga misol va dasturlash, kodlarni yozish hamda modullarni ishlab chiqish. Mana shu ko'rsatilgan o'sha o'rganib chiqqan talablarga mos ravishda dastur kodlarini tanlab, dasturlash tilini tanlab, o'shanga mos kodlarni yozish talab etiladi. Testlash, sinov va verifikatsiya jarayonlari. Biz tuzgan dasturimizni testlash, ya'ni test rejimidan o'tkazib ko'ramiz birinchi navbatda. Joriy etish, tizimni ishga tushirish va monitoring qilish. Ya'ni buni 1 oydir, 2 oydir, 3 oy, 4 oy, 1 yil yoki 2 yilcha mana shu dasturiy ta'minotingizni, tizimingizni nima qilib ko'rish kerak? Joriy etib, uni o'sha qaysi talablarga javob berilyapti, qaysi jihatlari mos kelmadi, mana shularni ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Testlash usullari, real vaqt tizimlari testlash. Bu tizimning ishonchligini va to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun muhim jarayon hisoblanadi. Bu usullarni batafsil sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Testlashning maqsadi va muhimligi nimalardan iborat bo'ladi? Birinchi navbatda uni maqsadlarini ko'radigan bo'lsak, tizimning vaqt chegaralarida to'g'ri ishlashini ta'minlash va kafolatlash, xatoliklarni erta bosqichlarda aniqlash va kuzatish imkoniyatlarini yaratilishi, tizim barqarorligini va
ishonchliligini tekshirish, talablarga to'liq muvofiqligini tasdiqlashdan iborat. Testlash bu deyapti, bu sug'urta hisoblanadi. U tizimning real sharoitlarda ishonchli ishlashining kafolati va foydalanuvchilar xavfsizligini ta'minlashdan iborat bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, keyingilarda statik testlash usullari. Kodni tahlil qilish, bu dastur kodini bajarishdan oldin tekshirish, mantiqiy xatolar, sintaks muammolar va arxitektura kamchiligini aniqlashdan iborat bo'ladi. Formal tekshiruvlar ko'rib chiqish jarayonlari orqali kodning sifatini baholash, jamoa a'zolari tomonidan tizimli kod tekshiruvini o'tkazish doimiy nazoratda. Standartlarga muvofiqligi MICRA C kabi maxsus standartlarga rioya qilishni tekshirish, real vaqt tizimlari uchun xavfsiz kodlash amaliyotlarini amalga oshirish. Afzalligi nimada? Statik tezlash xatoliklarni erta aniqlash imkonini beradi. Bu esa tuzatish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga olib keladi. Bu jarayonlar endi hammasi dastur ta'minotning sifatli ishonchli chiqishligini hamda oxirida ortiqcha og'irgarchilikni yo'qotish uchun mana shu testlash ishlab chiqishlik kerak. Dinamik testlash usullari: vaqtni o'lchash, vazifalarni bajarish vaqtini profilaktika qilish va tahlil qilish, har bir vazifani bajarish muddatini aniqlash hamda o'lchash. Stress testlash: tizimni haddan tashqari yuklama ostida sinash, chegaraviy holatlardan tizim xatti-harakatlarini baholash turlari. Real qurilmalar, haqiqiy apparat va simulyatorlarda sinovlarni o'tkazish, amaliy sharoitlarni tadqiq qilishdan ko'rishimiz mumkin ekan. Xo'p, kelaylik endi biz mana bu testlash jarayonini koddan qurilmalarga ko'raylik. Birinchi navbatda kod yozish dasturini ishlab chiqishni ko'rar ekanmiz. Ikkinchi navbatda statik tahlil, kodni tekshirish, ya'ni o'zimiz ko'z o'ngimizda o'tkazib chiqamiz. Bu navbatda sintaks xatolar bo'lishi mumkin. Mana shu kabi xatolarni oldini olishimiz mumkin. Simulyatsiya, virtual muhitda sinab ko'rish, ya'ni virtual muhitlarga solib, virtual muhitda bularning nagruzkalarni berib ishlatib ko'rishimiz. Keyingisi real testlash, qurilmada bajarish, bularni sinab ko'rish hamda oxirida tasdiqlash, ya'ni yakuniy verifikatsiyadan o'tkazish jarayonlari turadi. Xo'p, avtomatlashtirilgan testlash sharoitlari, zamonaviy yechimlar. Bular real vaqt tizimlari uchun maxsus ishlab chiqilgan test vositalarini dasturlash va testlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi hamda osonlashtirishga omad kelgan. FreeRTOS'larni ko'rganmiz, QM simulyatorni ko'rdik, shekilli bundan oldinlar Jenkins'larni ko'rib chiqdik. Testlashda qo'llaniladigan asosiy metodlar: unit testlar, kichik modul va funksiyalarni alohida tekshirish, har bir komponentning mustaqil to'g'ri ishlashini ta'minlash, integratsiya testlash, modul va komponentlarning o'zaro ishlashini sinash, interfeys va ma'lumotlar almashishini tekshirish, tizim testlari, butun tizimning real sharoitlarda kompleks sinovlarini amalga oshirish. Verifikatsiya va validatsiya nima degani? Validatsiya va validatsiya degani bu verifikatsiya hamda validatsiya degani bu tizim sifatini ta'minlashning ikki muhim jihati hisoblanadi. Ular tizimning to'g'ri ishlab chiqilganligi va to'g'ri ishlab chiqilgan ekanligini tasdiqlaydigan tushuncha hisoblanadi. Verifikatsiya nima degani? Asosiy ta'rif: verifikatsiya bu tizimning texnik talablari va spesifikatsiyalariga to'liq mosligini tekshirish jarayoni. Bu savol bu tizimni to'g'ri ishlamoqdamisiz degan savollarga javob beradi. Usullari: formula metodlar, matematik isbotlar, avtomatik tekshiruv, kod ko'rib chiqish, dizayn hujjatlarini shakllantirishdan iborat ekan. Validatsiya nima degani? Ta'rif: validatsiya bu tizimning foydalanuvchi talablariga va kutilgan maqsadlarga javob berishni tekshirish. Bu biz to'g'ri tizimni yashamoqdamizmi, tizimni yaratmoqdamizmi degan savollarga javob bera olar ekan. Xo'p, keyingi jarayonlarda ko'rishimiz mumkin. Formal verifikatsiya usullari: model checking, tizim modelini avtomatik tekshirish orqali barcha mumkin bo'lgan holatlarni tahlil qilish, xatoli holatlarni va deadlock simulyatsiyalarni aniqlash, matematik isbotlar, statik analizlarni ko'rib chiqishimiz mumkin ekan. Real vaqt tizimlarda verifikatsiya muammolari: vaqt chegaralarining qat'iyligi, resurs cheklovlari mavjudligi, ishonchlilik masalalari ham e'tibor qaratilishini lozim ekan. Formal verifikatsiya jarayoni: modellashtirish, tizim va talablarni formal tilga o'tkazish, xususiyatlarni aniqlash, tekshiriladigan xususiyatlarni rasmiylashtirish, avtomatik tekshirish, model checking vositalari orqali tahlil qilish, natijalarni tahlil qilish, topilgan xatoliklarni o'rganish va tuzatish, qayta tekshirish, tuzilgan versiyani verifikatsiya qilish, kalibralash va sinov vositalarining roli.
Bu degani ishonchli o'lchashlar. Real vaqt tizimida o'lchash vositalarining aniqligi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Noto'g'ri kalibrlangan asboblar yolg'on test natijalarni olib kelishi mumkin. Ya'ni kalibralash zaruriyati. Barcha o'lchash vositalari muntazam kalibrlashdan o'tishi kerak. Standartlarga muvofiqligi, xalqaro metrologik standartlarga rioya qilishligini ko'rishimiz mumkin. Zamonaviy yondashuv va tendensiyalar. IoT integratsiyasi real vaqt monitoring tizimida IoT platformalari bilan birlashtirish, masofadan turib tizimni kuzatish va boshqarish imkoniyatlarining mavjudligi, avtomatik diagnostika, sun'iy intellekt yordamida xatoliklarni avtomatik aniqlash va tashxis qo'yish, mashinali o'rganish algoritmlaridan foydalanish. Keyingisi proaktiv texnik xizmatlar. Nosozliklar yuzaga kelishidan oldin ularni bashorat qilish va oldini olish prognozli texnik xizmatlarni ko'rsatish modellari bor ekan. Case study IoT real vaqt monitoringdan ko'rishimiz mumkin. Sanoat korxonalarining monitoring tizimi. Sensorlar sinovi, har bir sensorning aniqligini tekshirish, ma'lumotlar qatlam real vaqt tizimida uzunligini, tezligini o'lchash, tahlil va qaror avtomatizm javobini tekshirish, shular kabilar. Keyin stress test maksimal yuklamada uni tekshiruvdan o'tkazish. Uchraydigan xatolik va yechimlar. Kechikishlar muammosi bo'lishi mumkin ekan. Resurslar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin, dizayn kamchiliklarida muammo bo'lishi mumkin. Narsamiz oxirida shunday xulosalar kelishi mumkin. Tizimni yondashuv qilish amalga oshirish kerak ekan. Zamonaviy vositalardan foydalanish, doimiy takomillashtirib bor. Real vaqt tizimlarining ishonchlilik va xavfsizligini to'g'ri testlash va verifikatsiya jarayoniga bog'liq sifatli yondashuv hayot va mulkni saqlaydi. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan mana shu yaratilgan real vaqt tizimlarining sinovdan o'tkazilish haqida gaplashib o'tdik. Bulardan hammalaring o'zlaringga kerakli bilimlarni olinglar deb oldilaring deb umid qilamiz. Bular o'rgangan bilimlarimizni amaliyotda ham tatbiq qiladigan bo'lsak, bizni bilimimiz yanada